farzandlar sog'lig'idan tashvishdasiz. Ko'zi nuri telefondan ko'tarmayotganiga pasayib ketishidan xavotir olyapsiz. O'zingizni qoningiz chiqib ketyapti, zalga chiqqani vaqt yo'q. Endi buni yechimi bor, osongina yechimi bor do'stlar. Stol tennis do'stlar. Optim bog'ida biz do'stlar. Optimga olaverasizlar, ozonda kelishlaring shart emas. Ertalab 7 dan 10 gacha javob berishaveradi. Bemalol mana siniq qo'limda ham unchamchasini patini yayib qo'yaveraman deydigan akalar uchun zo'r variant bo'ldi. Hozir Ro'shanbeydan birinchi qo'ldan zo'r qilib hozir qanaqa bo'lyapti narxlari, garantiyalari, chidamligi qanaqa bilib olamiz. Assalomu alaykum. Ro'shanbey charchamayapsizmi aka? Yaxshimisiz? Ro'shanbey, mani obunachilarim oziyman degan, farzandlarini o'ylaydigan, oilalarini o'ylaydigan, mana shunaqa stol tennisni olaman deganlari ko'p. Necha xil variantimiz bor? Menimcha 2 xili. Yaxshi mavzuda aytdingiz aka. Hozir juda ko'pchilik televizorda, telefonda yosh bolalar ko'p telefon ko'rib, ko'zini tagi qizarib, ko'p strashniy holatlar, operatsiya holatiga olib kelinyapti. Bu sport turiga kiradi. Yaxshi tomoni, televizor ko'rmaydi, rosa ovqatlanib bo'lgandan keyin chiqib jicha harakat, ota-onasi bilan, otasi bilan, onasi bilan, ayoli bilan, uydagilar bilan o'ynashaveradi. Otasidan ko'rib bola ham o'rganadi. Mana yosh bolalar ham o'rganadi. Shu tomonlari bor. Xo'p, buni 2 xil ko'rinishi bor aka. Buni misol sport magazinlardan so'rasa ham aka 1 million 700, 1 million 800 ming so'mgacha shu holatda sotishadi. Lekin biz komplekt holatda qilib beramiz. Bonusiga shu setkasini, rakatkasini qo'shib beramiz. 1,5 million so'm bo'ladi aka. Hammasi 1,5 million. Hammasi 1,5 million. O'zi aslida tennis stol sotiladi ko'p joyda. Lekin tennis stolni sotib olib turib, keyin bozorga borib ovorgachilik qilmaslik uchun biz qo'shib beramiz bonus qilib. Aqa-baqa boshini olib yurmaydi. Bitada ish bitadi. Keyin buni yaxshi tomoni bu oyoqlarda razmeriga qo'ysangiz bo'ladi. Buni har xil chuqurli joylarda bolti bor, chiqarib bo'shatsangiz bo'ladi. Digir bo'lib qolmaydi. Yo'q, qimirlamaydi. Ashtomon mustahkam bo'ladi. Shu ko'rinishi 1,5 million so'm. Bunisi 1,5 million. Bu taklanadi oyoqlari. Taklanadi aka. Buni chekkaga olib qo'ysa bo'ladi. Temirdan ekan do'stlar. Bu tomonda ham profil temirlari baquvvatroq bo'ladi. Bu g'ildirayli bo'ladi aka. Buni jildib yurishaveradi. G'ildirayli, tormizlari ham bor, bosib qo'ysa bo'ladi. Buni nima afzalligi bor? Bu taklanadi aka. Bu taklanadi. Shu chekkaga taklab olib qo'ysa ham bo'ladi. Oyoqlari umuman yig'ishtiriladi. Bitta ko'rsatib bersa ham bo'ladi, agar ko'tarolsangiz. Eplasam kerak. Xo'p, bir tomonda mana uzun. Xo'p. Epladingizmi aka? Epladim. Mana bitta qo'lda ham boshqarsa bo'laverar ekan mana. Tepaga bitta yig'ishtirib qo'yishadi. Bo'ldi, turaveradi aka. Yosh bolalar ham bemalol eplaveradi. Buni agarda ko'taradigan bo'lsa yana yig'iladi. Yana yig'ilaveradi, yana joyiga kelaveradi. Shu tomonlari bor. Xo'p, bu 1 million 800 ming so'm qilib beramiz aka. 1 million 800 ming. Hozirgi kunda narxlar. Bunga ham o'sha setkasi, rakatkasini komplekt qilib qo'shib beramiz. Uni ichida qilib beraveramiz. Ham g'ildirayli, ham raketkasi, ham setkalari hamma yo'q ichida ekan. Baraka topishadi. Sharigichi sharig. Sharigini ham mayli bitta bonus qilib beraveramiz. Uni ham har xili bor, yaxshisidan qo'shib beramiz aka. Sharigini ham. Bu stollari oddiy bas aka, buni har xili bor. Adashib qolishmasa, shari siyg'ani ketadigan bor. Bu siyg'anmaydigani. Kimdirlarlik yaltirlab turadigan, rosalligi chiroyligini olaman deydi, lekin siyg'anib ketadi. Shari siyg'anadi. Bunda sakraveradi, tez sakraveradi. Sakraveradi, joyiga boraveradi aka. Bu razmerlar standart bo'ladi. Mashinaga udobni taklasa bo'ladi. Keyin unaqa darvozaxonaga mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, ertalab ishga chiqib ketgandan keyin yig'ib qo'yasiz. Ishdan kelishgandan keyin chekkaga olib qo'ysa bo'laveradi. Zo'r. Jiyanlarni ham chaqirib, qarindosh urug'larni kelinglar, patlayni aytmayman deb bemalol chaqiraverasiz. Uyingizda bo'ladi, uyingizda bo'ladi. Bemalol chachib qo'yaverasiz. Qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar bilan zerikmaysiz aka. Bemalol. Yoshligimizda qo'shnimiznikida bo'lardi. Hamma kelardi, 100 metr, 200 metr nariyadagi qo'shnilar ham kelardi. Men rosa orzu qilardim. To'g'risi, men ham bitta olib uyga qo'yish niyatim bor. Har bitta xonadonda. O'zimga ham bitta qo'yib berasiz. O'zimga olganimda ham alohida bitta video qilib qo'yamiz. Hammani orzusi bo'lsa kerak. Meni yoshimdagi o'sha 90-yillik bag'idagi bolalarni hammasini orzusi bo'lsa kerak. Uyda bitta tennis raketga qilib qo'yib, ovqatdan keyin qonni aylantirib, kaloriyalarni sarf qilib, uxlaganda ham oshqozondagi ovqatlar hazm bo'lgandan keyin uxlasangiz damni yaxshi olasizda. 4 soat uyquda 8 soat uyquni mazasini olaveradi. Mana bunaqangi pullaringiz maydalar u aptekalarga, doktorlarga ketavermaydi. Obunachilaringizga endi aloqaga chiqsa, misol dam olish maskanlar qilishga 5 ta, 10 ta ko'proq olishadigan bo'lsa, narxidan ozmoz o'tib beramiz aka. Xudo xolasa kelishtirib. Optimaga oladigan bo'lsalaring, Rustam Qosimov kanalidan oldim desalaring, Ro'shanbey zo'r qilib chegirmalar qilib beradilar. Dastavkalarni ham eng arzon shopirlardan, shoshlilardan chiqarib jo'nataverasiz. Upakovka qilib shilinmaydigan bo'lib boradi. Shilinmaydigan qilib zo'r qilib chiqarib beramiz aka. Maza qilib o'ynashadi. Yaxshi boradigan qilib o'rab beramiz aka. Akalar sog'lom bo'ladigan payti keldi. Hammani uyda bo'lsa yomon bo'lmaydi menimcha. Kommentariyaga yozib qoldiringlar.